mehmonimizni oldiga olib ketyapman. Bizning bugungi mehmonlarimiz Ko'kchoy guruhi bo'ladi. Ko'kchoy guruhiga Qorachoy olib kelyapman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz Timur? Sog'lik, yaxshimi? Assalomu alaykum. Elvira taqosingiz ham bo'ladi mikrofonni. Biz ikkalamiz yordam beramiz bir-birimizga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom Elvira. Katta rahmat. Qorachoy olib kelganingiz uchun katta rahmat. Ya men o'zim qo'yib beraman. Nima gaplar Elvira? Ikkita qo'shuv haqida yaqin uchrashganimizda ikkita qo'shuv haqida gapirgan edingiz. Ha, bugun premyera bo'lgan. Premyera bo'ldi. Yangi yilmi? Bugun yangi yil haqida, yangi qo'shiq, yangi yil haqida hurmatli tomoshabinlar, kuzatuvchilar, tez kunda 2026-yil bizga keladi. Ha, 2026-yil ikkinchisi. Da. Yanvarda yana bitta yangi qo'shiq premyera уже Ko'kchoy guruhidan. Ko'kchoy guruhidan bo'ladi. Ko'kchoy haqida Ko'kchoy nomli qo'shiq. U ham Amandaga o'xshab qiziqarli bo'ladi. Nihoyat. Qarang, u ham Amandaga o'xshab shunaqa zo'r hitovoy qo'shiq bo'ladimi? O'sha ikkinchi etayotgan qo'shiq. Harakat qilamiz endi. Endi bu как Ravshan aka aytgandek, nima deydi? Искусство o'zbek tilida? Искусство. Как nima deydi? Shular xalqnikida, nima deydi? Ular tanlaydi endi. Hit bo'ladimi, hit bo'lmaydimi, lekin biz harakat qildik. Ijod xalqniki. Shu Ravshan Komilov aytgandek, ijod xalqniki. Endi biz qilamiz, endi odamlar o'zi tanlaydi. Hitmi, hit emasmi, yo'qmi? O'zi baho beradi. O'zi baho beradi, ha. Endi Timur, yana bitta savol. Mana Elviramni mana shu kliplar olinyapti. O'shalarda qanaqadir yonlarda turib, как duetdosh bo'lib, birga qo'shiq aytish fikri ham bo'lganmi, plani ham bo'lganmi? Shunaqa plan. Bizadami? Mani ovozim juda ham chiroyli emas. Men harakat qilsam ham duet hech qachon bo'lmaydi. Bo'lmagan, o'xshamagan. Bo'lmaydi ham. Bo'lmaydi. Chunki men ashula aytgan paytimda ovozim shunaqangi chiroyli emas. Voy. Lekin sahnada menga har doim back vokalda yordam beradi Timur shunaqa. Hey, orqada mikrofon. Orqada. Yoki mana kliplar olinadi-yu, qo'shuvga kliplar olinganda o'sha yerda как massovkaga o'xshab misol o'ynaladigan joylar bo'ladi, misol nima deydi, o'sha klipda filmroq bo'linadi-yu, misol o'sha yerda o'z ko'ringan joylaringiz ham bo'lganmi? Конечно, albatta. Qaysi? Ayirmasinda bo'lgan. Ayirmasinda bo'lgan shu Ravshan aka bilan. Sadola Fatxulay bilan Popurida bo'lgan. Ko'pincha shularda massovkada biz turamiz, instrumentlar bilan turamiz. Endi Timur to'g'risini aytingda, mana shu Elvirani misol mana ijodlar bular, siz ham ijodkorsiz. Qanaqadir rashk qilish joylari bo'lmaganmi? Bo'lmaganmi? To'g'risini ayting. Yo'q, umuman, chunki bu ish jarayonida, hammasi ish jarayoni. Ish jarayoni. Siz to'g'ri qabul qilasiz. Odamlar nima ko'rsa, nima desa deyaversin, chunki ular ijod tomonini uncha yaxshi bilmaydi-da, lekin ijod qilgan paytida, masalan, duet doshlari ko'pda, ko'pinchasi erkaklar. Endi bu ijod. Masalan, siz masjidda ishlaysiz, xotinlar bilan muloqotda bo'lasiz. Bu raqs tomoni yo'q-ku, to'g'rimi? Bu ish jarayoni. Agar rashk qiladigan bo'lsa, unda ijod bo'lmay ham qoladi. Ijod to'xtab qoladi. Endi Elvira, mana sizni ko'rganda birinchi o'rinda bilasizmi nimani ko'rdim? Kayfiyatni ko'rdim sizni. Birinchi o'rinda shu narsa turadi. Men kayfiyat yoqadimi sizga? Voy, nega yoqmaydi? Mana har gapda kulib turasiz. Ha. Endi qarang. Elvira, o'sha o'tgan gal uchrashganimizda Amandan chiroyli qilib aytib beruvdingiz. Bugun qaysi qo'shiqni aytib bermoqchisiz? Qaysi qo'shiq xohlaysiz? Xohlaysiz yangi yil. Tez kunda to'xtab turing. Shohida bizda juda ham ko'p shohidan qo'shiqlar bor. Lekin bilasizmi, tez kunda yangi yil. Shunday yangi yil kayfiyati bo'lish kerak odamlarda. Agar ruxsat bersangiz, yangi yil qo'shiqdan naqoratni ijro etaman. Sizga yordam beraman. Qo'shilib turarlarmi? Yordam beraman. Jim o'tirasan, jim o'tiring. Yangi yilim, yangi yil. Yaxshi yilim, yaxshi yil. Oppoq qorday tuyg'udan tug'ilgan xush orzusan.
Shunaqa chiroyli qo'shiq. Biz barchangizga Salomat bo'ling. yangi yil kelayotgan bayram bilan tabriklaymiz. Sanoqli kunlar qoldi mana 2026-yilga ham. Ozgincha vaqt qoldi. Hammalarga yangi yilda baxt tilaymiz, omad tilaymiz, baxtli bo'ling. Bu eng muhim shu bizning hayotimdan. Timur, Elvira, sizlarga ijodda omad tilayman. Hayotda ham baxtli bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat Rahmat sizlarga. sizga. Rahmat. Xayr, sog' Sog' bo'linglar.